Salom salom hammaga salom. Mana bugun cheklangan miqdordagi aksiya e'lon qilinyapti. Men ko'rib turganinglar, Joki firmasining Golubika degan chili pizzasi seriya Dragon Premium kategoriyasiga kiradi. Buni afzalligi nima desanglar, boshqa bo'lmaydi bu chili pizzadan rangidan. Umuman ishlab chiqarilmaydi. Kam miqdorda ishlab chiqarilgan, eksklyuziv ham bo'ladi. Asosan Qozog'istonda bo'layotgan Turkiy millatlar kengashiga deb domlar ishlab chiqargan chili pizza, ya'ni ko'k rang ramzi Turkiyalar ma'nosini bildirgancha, moviy osmon, musaffo ob-havo degan ma'noni bildirgani uchun kam miqdorda ishlab chiqarilgan. Buni Yevropa boshqa davlatlar olmaydi, chunki ularga bu yot hisoblanadi. Bu asosan O'rta Osiyo xalqlari, Turkiy millatga aloqador bo'lgan millatlar ishlatgan rang mana. Ko'rishingiz mumkin. Haqiqatda dahshat. Tomda ham maydon duvorga ranglardan bittasi. Bu chili pizza ko'p emas ob'yomi. Toshkentda bor yo'g'i 200 kvadrat chiqadi. Moskvada skladda ham 7-8 kvadrat atrofida chiqadi. Undan ko'p ob'yom qilib bera olmaymiz. Chunki bu faqat oz miqdorda ishlab chiqarilgan. Shunga ham narxi sal qimmatroq bu chili pizzani. 1 metr kvadratda 170 ming so'm chiqyapti buniki. Agar kimga shunaqa noodatiy, eksklyuziv chili pizza kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa 200 kvadrat yetsa Toshkentning hammasini qilib beramiz. Agar ko'proq metraj bo'lsa, kvadrat 1000 ga yaqin bo'lsa, Moskvadan olib keltirib beramiz.